Bizda ko'p savollar bo'ladi. Sokul tugagandan keyin pulun quysak yaxshimi, quymasakmi? Hozir men sizlarga shuni to'liq tushuntirib bermoqchiman. Quysangiz nima bo'ladi, quymasangiz nima bo'ladi? Pulunsi bor sokulga suv sepamiz. Hech qanaqa fasadizga suv tegmaydi. Pulunsi bor sokulni latta bilan artamiz. Hech qanaqa latta fasadizga tegib, qanaqadir qorayishlar ro'y bermaydi. Pulunsi yo'q sokul. Pulunsi yo'q sokulga suv sepamiz, ko'rib turibsizlar. Bemalol kamiga bir 3-4 sm atrofiga devorga urib qoladi suvimiz. Keyinchalik noqulayliklar kuzatilishi mumkin, fasadi sho'rlab otishi mumkin. Keyin latta bilan artganga ham keyinchalik kuzatilishi mumkin. 5-6 sm joyi, fasadsiz mashi joyi qorayib, noqulaylik, xunuk holatlar kuzatilishi mumkin. Pulunsi bo'yicha ozgina bo'lsa ham tushuncha berdim degan umiddaman. Pulunsda toshda arzon qimmatligiga qarab narxi 80 mingdan 130 minggacha ko'tarilishi mumkin. Shunaqa foydali ma'lumotlar uchun bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.